Hozir aka bular. Ham butun bulardi-ku. Hammasi butun aka. Ha, bular yemagan. Mana hurmatli obunachilar, mana Turmili 200 ming so'mdan. Turmili 200 ming so'mdan. Turmili 200 dan bir joyga. 5 gektik ham bor, 3 dona arashani. 3 dona 5 gektika. Ha. Mehnatini qilishgan. Rosmana 5-6 oy suyaklari o'sguncha rasman 4 million deb yozdi. Parrami? Yo'q, 9 oylik, 8 oylik. 3 million 700 mingdan. Taqilgani. Taqilgandan 3 million 700 dan bo'lsa Toshkentga yetkazdirib beraman. Hurmatli obunachilar, podpiskani bosib, qo'ng'iroqcha chiqib ustiga bosib, birinchisiga o'tkazib qo'ysalar, shu video sizlarga birinchilardan yetib boradi. Zaminimizni yashatdik, kuzatuvchilar, chorva ishqibozlari, hurmatli aka-ukalar. Akalar, gap boshidan aytib o'tib ketay, bu Zamin Uz kanalimiz imin xalq uchun maxsus ochilgan kanal akalar. Ya'ni arzonlarni, sifatlarni, garantiya asosida eng zo'rlarini qidirib topishga, ya'ni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilinadigan kanal. Imin sizlar uchun ochilgan. Akalar, bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Sariq qishlog'i akalar eng arzonchilardan biri, ya'ni Bahodir akamizni qo'y fermalariga kelganmiz, minni akalar. Bu yerda 4 partiya chiqaramiz, soni ozgina-yu, eng narxida gap sifatli, ya'ni arzon narxlarda chiqib keladi akalar. Yemini yeb turgan, qurbonlikqa shu boqsangiz, go'shtni oladigan, yetiladigan, ya'ni har tomoni to'g'ri kelaveradigan obunachilarga shu tavsiya qilaveradigan qo'y chiqib kelyapti. Shu vaqtingizni o'tkazib ko'ring. Achinmaysizlar, xudo xolasa narxlar yengil bo'ladi akalar. Ya'ni 3 oylik barrani narxida qo'chqirlarni yengil qilib qo'yib beramiz deb akamiz. O'zlaridan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Siz obunachilarga hammasini yetkazishga harakat qilamiz akalar. Birinchi partiyamizga Bahodir aka o'zlaridan ma'lumotlar olamiz. Assalomu alaykum aka. Aka, oldingizmi? Charchamayman aka, charchamay. Xo'p, soni 14 dona birinchisiga. Hammasi qo'chqor. Aha. Xo'p, yana 4 partiya chiqadi. Soni ozgina, sozgina. Narxi ham xudo hozir kelishtirib beramiz. Qo'ylarni ko'rsating bir boshqatdan. Aka, ammo Bahodir aka hammasi suyakli variant ekan, aka. Bo'ylari ham shu 80. Bo'ylari ham 80 sm. Yosh oyligi necha oylikka beramiz aka endi bularni? 10 oylikka olishaveradi. 10 oylikka. Aha. Yemini yeb turgan bular ham yengil. Yemini yegan hammasi. Hurmatli obunachilar, tavsiya qilamiz. Har tomoni yaxshi suyakli variant. Ertaga qatma bo'lib qolmaydi akalarki, yemini bering. Siz 3 oy qurbonlikcha boqaman. Qaysi qo'ydan foyda qilaman? Qanaqa qo'y olay deb yangi boshlovchi dehqon akalarimiz, ya'ni shahar ichida yashovchi akalarimizga ham tavsiya qilamiz akalar. Klitkada 4 ta 5 ta boqsalaring har tomoniga to'g'ri keladi. Hammasi o'sha qora kashtan variantida. Aka, bular qayda keldi bu qo'ylar Bahodir aka? Xo'p, bular Vohaniki-ku. Ha, Vohaniki. Hisori Parovda. Ha, Hisori Parovda. Akalar, mana o'zimizda Vohani qo'yi, ya'ni bir cho'pondan olib kelingan, hammasi o'sha suyakli variantidan akalar. To'g'ri qabul. Oxirigacha ko'rsin, 3 ta 5 gektika ham bor, 3 dona arashani. 3 dona 5 gektika. Ha. Xudo xolsa uni ham qo'yamiz akalar. Bahodir aka, bular endi qanchadan qilyapsiz narx-navosini? Xo'p, bular narxni uka 4,5 dan kam bor uka. 4,5 dan kam aka, mashalloh akalar. O'zi aytilganda boshda akalar 4,5 milliondan 10 oylik to'g'li qo'chqar tishbushga yaqin yemini yeb turgani seniyasi 4,5 million arzon chiqdi akalar. Kamini qilib beramiz dedilar. Misol tortishamiz, netamiz akalar. Arzon qilib siz obunachilarga taqdim etamiz. 4,5 milliondan misol qancha o'tib beramiz Bahodir aka endi bo'ladi? 44 dan bersam bo'ladimi-ku, yana o'tib beraymi? Endi birinchisi yangisiz aka, xudo xolasa obunachilar bir maza qilsa olsin aka. To'plashdi uka. Xudo xolasa o'rningizni toving aka. Bir qo'llab-quvvatlab like bosib obuna bo'lib tursa, aka qanchadan qilib berasiz? Bo'ldi uka, bo'lmasa mana talash tortishmaydi keng, qo'lni bering. Qani, Turmili 200 ming so'mdan. Turmili 200 ming so'mdan. Turmili 200 dan bir joyga. Amaga. Toshkentgacha. Dastlabkasi ham besplatni. Ha. 4 million 300 ming so'mdan tanlab olsin Toshkentgacha. Bo'ldi aka, gap yo'q, barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, 4 million 200 ming so'mdan soni 14 bosh dedingizmi? 14 bosh. 14 bosh. Deyarli realni arzon bo'ldi akalar. Bozor senasidan ham, Liboy kanallarida ko'rsangiz ham narx-navoli bo'yicha arzon bo'ldi akalar. Yemini yeb turgan 80 sm ga, ya'ni plus minus. Yosh oyligi ham 10 oylik atrofida akalar 4 million 200 ming so'mdan tavsiya qilaman akalar. Real arzon bo'ldi. Liboy savdogari bozorda ko'ring, 12 ta viloyatda ichida narx-navodan akalar ko'p emas, 200 ming, 300 mingga yaqin narxlar arzon bo'ldi. Donaga tanlab olganingiz 4 million 300 ming so'mdan akalar 5 tami, 4 tami zo'rini sug'urib beraverasiz akalar. Mononi badaniga, mana oyoqlar, tirsaklariga ham e'tibor beraveringlar. Hammasi mana. Qo'yni o'zi ko'rsatadigan akalar dumba boshi qo'yni ko'rsatib turadi. Bilsalaring hammasini dumbalari bor akalar. Ya osilib ham ketmagan buni. Sifatini ko'ring aka. Mana. Hammasini sifatiga boqib buni. Stokalarni ham ko'ring aka. Qo'y ajrasa ko'rinadi uka mana. Shu qo'yni o'zi ham urug'liqqa tavsiya qilinaveradi akalar. Uzoqroq boqaman aka.
Bir yildan sentyabrgacha zotga akalarimizga zakonni navqirida ishlatilgan paytiga yetib keladi. Toshlarni ham ko'ring. Ammo bir qo'yib yuborchi o'zini ham. Kallagar bo'lsa ham o'ta chiroyli ekan. Hurmatli obunachilar, yurishlari ham o'ta ham chiroyli. Bular akalar birinchi partiyamizda narxlar yengil qilib yakunlandi. Ikkinchi partiyalarimizga bundan ham arzonlarni olib chiqamiz ketdigimda. Hurmatli obunachilar, Qirg'iziston 5 get qo'yidan 3 dona boqamiz degan akalarimizga mana sifatlarga baho beraman akalar. Ikkita sap-sariq akalar, bittasi ochiq sariqda mana aka. Uzunliklariga ham, bo'ybastiga ham baho beraman akalar. O'zi Qirg'izistonning qo'yini bir ko'rishda o'zi biladi akalar. Ajrab turadi har tomoni akalar. Kalla garbonuslariga har tomoniga e'tibor beraverasiz. Xudo xolasa bularni ham narxini yengil qo'yib beramiz akalar. Bu ham aka Bodir aka oldira kelgan shikila aka. Ha degan tamoyilni behlik uchun. Buni uka qo'sh dehqonni oldik. Ha, dehqon. Dehqon ha bir 2 oy 3 oy oldin olishgan ekan. Oldik endi. Haliga nimasi bo'ladi? Sotaman deb qolishdi. Qaytarib oldik o'zimiz. Ha. Endi yana qaytib sotuvga qo'yyapmiz. Bo'ldi. Endi ular foydalanib qilishdi, boqib, misol pullarni o'stirishdi. Endi arzira olishgan. Xudo xolasa. O qo'ziligida. Hurmatli obunachilar, ama bitta narsani aytib o'tib ketdi. Oshni damlab qo'yib, ana olib kelishibdi akalar. Shunda yeb olsangiz bo'ldi. 3 oy boqing, yetiladigan, yemni ko'taradigan paytiga yetib keldi, hurmatli obunachilar. Mehnatini qilishgan. Rosmana 5-6 oy suyaklari o'sguncha rasman e'tiborini berib, ama chiroyli boqishdi. Bular ham yengil yemini yeb turgan akalar. Bodir aka, bu uchovini yosh o'ylarga qanaqa endi bo'ladi? Ular degan mo'ljalda ashi bir xil. 10 oy atrofida aka. 10 oy atrofida. Bo'ybastlari ham aka 80 dan past emas. Hammasiga e'tibor bering. Sredni 80. Sredni 80. Tuyoqlari ham hammasi stakan tuyoq. Va bu suyakli bo'ladi Qirg'izniki akalar. Shu tomoniga. Qanchadan qilamiz Bodir aka? Uka buni 47 dan qilib beramiz. 47 dan. Bir joyga, ha. Yo'q. Uchovini olsa xayriga o'tibman men. Bunday qilaylik gap yo'q aka. 5 million deb 300 ming tushmadingiz aka. Ochiq o'yin qilyapmiz-da. Endi tushib bering aka obunachilarga. To'g'ri, xo'p deng. O'zi son 3 ta ekan, bir 30 ta, 20 ta bo'lsa ekan ham sal mayli, qimmat bo'lsa aka. Dehqon ham bilmas, aql 4,5 milliondan bo'ldi. Aka, malades aka. 4,5 million so'mdan olsin. 4,5 million so'mdan akalar. Arzon bo'ldi akalar. Realni oling mana tayyor akalar. To'g'risida barra qo'ydi narxidan ham deyarli hech qancha emas akalar. 1 million so'm qimmat bo'lyapti-yu, ammo buni aka 6-7 oy mehnatini qilingan. Sababiki bu yemda turgan narsa aka. Soni 3 talik uchun arzon qo'yildi akalar. 48-5 million so'mdan bozorda ham misol olyapti, sotyapti ham akalar. Har tomon e'tibor bering. Bozorga bormaysiz mana tayyor. Aka, dastlabkasi qayergacha bular? Toshkentgacha. Ha, Toshkentgacha ketaveradi. Hammasi dastlabkasi Toshkentgacha. Gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli obunachilar, Toshkent, ya'ni uyingizni ostonangiz tagigacha kirib boradi akalar. Shunda borib yeb-ichishni sinab olasiz bo'ldi aka. 3 kun sinov joni Allohniki deb yetkazib beramiz akalar. Aloqat chiqing, bu ikkinchi partiyalarimiz. Hurmatli obunachilar, yemini yeb turgan joydan, baquvvatidan olaman uka. Menga tishbushga yaqin shu 11-12 oylikka yaqinidan. Aka, bu badaniga e'tibor bering akalar. Simjunim kashdan bitta sariq, biri qora ekan akalar. Hammasi yemini yeb turgan. Baquvvatidan akalar. Bular menimcha ko'proqdan yemini yeb turibdi, Bahodir aka bular. Bular ham butun bulardi-ku. Hammasi butun aka. Ha, bular yem yegan. Mana hurmatli obunachilar, mana oramizda 2 metr masofa, 3 metr masofa bilan olinyapti akalar. Et voshi bor, badani baquvvat. Bular ham bo'yi 80 plus ekan. Bahodir aka, bular yosh oylarga necha oylik bular? Bulardiki 12 oylik. 12 oylik. Tishbushga yaqin akalar, 1 oy 1,5 oylarda buzib beradi. Qurbonlik rosa aytadigan. Quloqlari ham butun. Narigisini bir o'shancha bir haligi mana o'shancha shuni. Mana aka, onani ko'ring aka. Uzunliklariga ham kalla ko'rmansa ham aka o'zi katta qo'chqorni berib qopti aka. Mana berlari ham aka. Uni oldi to'shiga ham e'tibor bering akalar, uzunliklariga. O'lcham ham qo'yilaveradi. Zo'r aka. 3 dona bu ham aka. Ozgina dehqon akalarimizga tavsiya qilamiz akalar. Arzon joyda tanlashga qiynaladigan akalarimizga. Buni qanchadan qilamiz Bahodir aka? Xo'p, bular aka 5 dan. 5 dan. Uchovini olsin 5 million so'mdan yetkazdirib beramiz. Necha hayrini qilamizmi taqalganim aka? Uchovini olsa xayri bor. Telefonda o'zlariga o'tib beraman. Ha, telefon qilishadi, o'zlariga tushib beradi deysiz. Uchovi. Xayrini qilib beraman uchoviga. Bo'ldi, ketdi. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqing, kimgadir yoqqan bo'lsa, telefon nomerlarini qo'yamiz ekran ostiga. 5 milliondan xayri sunnatiga tushib beraman uka, yem ichimog'iga yordam dedilar. Shuning uchun dastlabkasi ham ichida yetib boradi akalar. Oxirigacha ko'rsin, 3 ta 4 pasida ham bor. 4 million pasida. 4 million pasida 3 ta. Barrami? Yo'q, 9 oylik, 8 oylik. Yemda g'arib, ha. Yem yemagan, hashayda yotgan. Yem berishsa o'zgaradi. Bo'ldi, ketdi akalar. 4 million pasida akalar, 8-9 oylik qo'chqor, to'qli qo'chqor qo'yib beraman uka dedilar. Uchinchi partiyamizda yakunlandi aka bular. Kelar 4 million pasida mana to'qli qo'chqor akalar. Hammasi sog'lom akalar.
Yurishlarga e'tibor beraveringlar. Bu barra emas akalar. 8-9 oylik qo'chqor akalar to'qli. Bularni ham yemlaydigan payt kelgan akalar, yengil kepagini misol sulos aralashtirib berib, sekin bir oy 1,5 oydan keyin bosib bersalaring bo'laveradi akalar. Gilamnasi narxi arzon akalarimizga, yangi xo'jalikka chiqqan hoji onalarimiz pensiyadan pulini yiqqan akalarimizga tavsiya qilinadi. Ko'ring, hammasi sog'lom akalar mana. Botir aka buni qanchadan qilamiz aka? Bitta narx aytgan aka, o'tib ketisi yo'q. Yosh o'ligini aytib o'tib ketaylik. 8 oylik bo'y bastilari shu 75 plus 75 plus. Aqabaqa. Uchalasini olsa 3,700,000 dan. Taqilgani. Taqilganlar 3,700 dan bo'lsa Toshkentga yetkazdirib beraman. Ana obunachilar, arzon bo'ldi. Obunachilar 3,700,000 so'mdan akalar realni arzon bo'ldi akalar. Tavsiya qilamiz akalar. Chiroyli narx bo'ldi. O'zimga ravo ko'rdim, sizga ilindim akalar. To'g'risida bu 2 oylik, 2,5 oylik ichina qo'zimas akalar. Hammasini 10 bor deganda bo'ladi ham 10 bor akalar. Oling. Ertaga foyda qilasiz, to'g'risi ayting. Agar shu qo'yni boqib, chiroyli boqib, 1 yil boqib foyda qilmadim-ku, menga aloqachi, men to'layman shu rasotingizni. Mana men realni aytyapman akalar. 3,700,000 so'mdan arzon. Aka telefon qilsa, Botir aka, 3,700,000 dan beraman dedingiz. Toshkentgacha ketaveradimi bu ham? Ketaveradi. Dastlabkasi besplatni. Dastlabkasi ichida. Gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli obunachilar, shu bilan videolarimiz yakunlandi. 4 partiya ozgina narxlar sensasiya narx bo'ldi akalar. Nomerlarni ekran ostiga qo'yamiz, lakkasida tashlab beradi. Ustiga kelib olsangiz ham bo'ladi akalar. Onlayn tarzda ham olsangiz bo'ladi. Tavsiya qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib esdan chiqmang. Faqat zo'rini zaminingizdan kutib qolinglar akalar.